Bismillah. Ingliz tilida gapirganda so'zlarni unutib qo'yasizmi? Xavotir olmang. Siz yolg'iz emassiz. Ko'p odamlar ham shunday muammoga duch keladi. Lekin men sizga yaxshi xabarim bor. Bugun sizga yordam beraman. Sizga ingliz tilida gapirganda so'zlarni eslab qolish uchun 10 ta oson maslahat beraman. Bu maslahatlar gapirishni oson va yoqimli qiladi. Keling boshlaymiz. Birinchi maslahat: ingliz tilida o'ylang. O'z tilingizdan tarjima qilmang. Agar o'z tilingizda o'ylasangiz, miyangiz so'zni topishga ko'proq vaqt ketkazadi. Ammo agar ingliz tilida o'ylasangiz, so'zlar tez chiqadi. Buni qanday qilish mumkin? Oddiy gaplardan boshlang. Masalan, quyoshni ko'rsangiz ichingizda "The sun is bright", quyosh yorqin deb ayting. Buni har kuni qiling. Miyangiz tezroq ishlaydi. Ikkinchi maslahat: oddiy so'zlardan foydalaning. Agar qiyin so'zni unutib qo'ysangiz, to'xtamang. Shunchaki uni osonroq yo'l bilan ayting. Masalan, delicious so'zini eslay olmasangiz, very tasty deng. Agar hug esingizdan chiqsa, very big deng. Shunda siz ishonch bilan gapirishda davom etasiz. Uchinchi maslahat: har kuni gapiring. So'zlarni eslab qolishning eng yaxshi usuli ularni ishlatish. Do'stingiz bilan gaplashing yoki o'zingiz bilan gapiring yoki ovozingizni yozib oling. Agar gaplashadigan odam bo'lmasa, oynaga qarang va 2 daqiqa gapiring. Masalan, bugun nima qildim mavzusida sekin va aniq gapiring. Qancha ko'p gapirsangiz, shuncha yaxshi eslab qolasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video davom etadi. To'rtinchi maslahat: so'zlarni gaplarda o'rganing. Faqat bitta so'zni emas, balki uni gap ichida o'rganing. Masalan, beautiful so'zini emas, balki the sky is beautiful today gapini eslab qoling. Shunda gapirish osonlashadi. Beshinchi maslahat eng zo'ri. Beshinchi maslahat va nihoyat, flash kartlardan foydalaning. Yangi so'zlarni eslab qolishga yordam beradi. Kartochkaning bir tomoniga inglizcha so'zni, ikkinchi tomoniga uning ma'nosini yoki rasmini yozing. Har kuni 5 daqiqa o'qing. Bu kichik odat sizga yangi so'zlarni tez o'rganishga yordam beradi. Oltinchi maslahat: ingliz tilida tomosha qiling va tinglang. Miyangiz ingliz tilini tezroq o'rganadi agar siz uni har kuni eshitsangiz. Subtitrlari bilan inglizcha videolarni ko'ring. Podkast yoki qo'shiqlarni tinglang. Bir xil so'zlarni takror eshitsangiz, miyangiz ularni yaxshiroq eslab qoladi. 7-chi maslahat: yangi so'zlarni bir marta o'qib qo'ymang. Uni 5 marta baland ovozda ayting. Turli gaplarda ishlating. Masalan, this movie is exciting. My day was exciting. Learning English is exciting. Bu usul so'zni miyangizda mustahkam saqlab qoladi. Albatta. Inshaalloh. 8-chi maslahat: tinch bo'ling. Agar so'zni unutib qo'ysangiz, vahimaga tushmang. Chuqur nafas oling va uni boshqa so'zlar bilan tushuntiring. Masalan, agar umbrella so'zini eslay olmasangiz, it is something we use when it rains deb ayting. Odamlar sizni tushunadi. Ingliz tili mukammal bo'lish haqida emas, fikringizni yetkazish haqida. 9-chi maslahat: ko'proq yozing. Yozish sizga so'zlarni yaxshiroq eslab qolishda yordam beradi. Kichik daftarchaga har kuni bitta gap yozing. Masalan, kuningiz, his-tuyg'ularingiz yoki rejalaringiz haqida. Bu sizga gapirganda so'zlarni topishni osonlashtiradi. Va nihoyat 10-chi maslahat: so'zlarni rasmlar bilan bog'lang. Miyangiz rasmlarni so'zlardan yaxshiroq eslaydi. Atrofdagi narsalarga qarang va ularning inglizchasini ayting. Masalan, Apple'ni ko'rsangiz, apple deng. Chair'ni ko'rsangiz, chair deng. Bu sizga so'zlarni tez o'rganishga yordam beradi. Bu 10 ta oson maslahat sizga inglizcha gapirganda so'zlarni eslab qolishga yordam beradi. Inshaalloh. Ularni har kuni bajaring, siz asta-sekin yaxshilanib borasiz. Endi sizga savol: inglizcha gapirganda siz ham so'zlarni unutib qo'yasizmi? Qaysi maslahat sizga eng yoqdi? Izohlarda yozing. Ko'proq ingliz tili maslahatlari uchun like, share va subscribe qiling. See you again. Bye.